Assalomu alaykum, yaxshi insonlar, yaxshimisizlar, tanjolar insomi. Ro'parasi 21 kun oldin, 25-aprelda video qilgandim. Tuxum bostirish jarayoni deb video qilgandim. O'sha 25 kuni, aprel kuni 2 uya tuxum bostirgandik birgalikda. Duo qilinglar, bexato chiqsin degandim. Mana bugun o'sha kun keldi. Albatta ochgan jarayonni ko'rsataman degandim. Bu tomonga 9 ta bostirgandim. Bu tomonga esa 11 ta bostirgandim. Men tuxumlarni olib qo'ydim. O'ta terma qilib bostirgandim. Ko'rgansizlar, qaysi o'tdan bostirganim. Bu Andijon ketadigani. Bu Qarshiga ketadigani. Bu Qarshilik bir ukamiz, shu Ochmastondan aka o'shaningizni menga bering deb aytgandi. Ularlar buni olib chiqamiz. Buni ertaman bostirgandim. Buni obeddan keyin kechroqqa bostirgandim. Bundan ko'ra bu ertaroq ochib chiqdi. O'shuncha hozir buni sekin bollarni taqirchaga solib, u tomonga palataga olib o'taman. Nimagaki hali bu oxirgilar endi ochyapti. Buni ham albatta sizlarga sekin video tarqasi ko'rsataman. Nimaga bu palata, u palatadan bu palataga olaman. Nimaga olaman? Albatta video davomida ko'rsatib boraman. Hozir sekin bollarni olamiz endi. Bismillahirrohmanirrohim.